Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga gap bermas bilan nap bermas degan cho'chakni aytib beraman. Undaqda quloq selib anglanglar, ha? Cho'chak gap bermas bilan nap bermas. Burunning burunusida bir boy bilan bir donishmand xizmatchi o'tgan ekan. Boyning eti nap bermas, xizmatchining eti gap bermas ekan. Gap bermas boyning uyiga kelgucha nap bermas nihoyat nurg'un malaylarni qaqshitib o'tgan ekan. Gap bermas kelgandan keyin uni xeli qaqshitibdi. Lekin gap bermas uningdan oxir o'chimni olmangu deb o'ylab, levini tishlabdi. Kunlarning birida qo'shni yezdan boyni bir do'sti to'yga aytib kelibdi. Bu ishdan xushal bo'lgan boy: "Voy, ilgir malay, bormisan?" deb vaqirabdi. "Men bor, boy aka, men bor" deb yugurib kiribdi gap bermas. "Otni to'qi, to'yga boramiz" debdi boy. Gap bermas: "Obdan" deb chiqib otni to'qib chulurdan tutib turibdi. Boy chiqib: "Nima olmay qilib tursan, ha? Otning chulurni o'shnang selibman, oldimga cho'sh" debdi. Gap bermas og'zida ma'qul desa ichida xap to'xta deb yo'lga ravon bo'pti. Ozmandimi, ko'p mangdimi, unisi noma'lum. Yo'lni tugitib to'y bo'lgan uyga yetib kelibdi. Boy otdan tushib, etining chulurini malayga tutqizib qo'yib, o'zi so'rin rastlagan uyga kirib ketibdi. To'y tugab, mehmonlar qaytib chiqibdi. Boy uy egasi bilan xo'shlashib, jamoatning oldida kerilib chiqib: "Ey malay" debdi. "Xo'sh, taqsir" debdi gap bermas. "To'ydan sana bir narsa tegdimi?" "Tegdi, taqsir, tegdi." "Nima tegdi?" "Imom oxunimdan keyin suli hojilab tashlayotgan sunga qon qilib kelib, peshonamga tegdi." "Voy, qari yuz, men seni bir narsa yedingmi, da'vatiman ey." "Voy, yemamdigan, taqsir, yemamdigan, yedim." "Nima yeding?" "Sulini to'yda polo tepib yeyarlarmi, yeyolmasmi deb g'am yedim." "Astag'firulloh, hoy. Men qorningga bir nima ishdingmi deb so'rayapman ey." "Ishdim, boy aka, ishdim." "Ha, mani demamsan. Nima ishding?" deb yana so'rabdi boy. "Ikkinchi o'zlar bilan bulu yo'l mangmaslikqa qasam ichdim" debdi gap bermas. Malayni gapni yengolmaydiganligiga ko'zi yetgan boy uningdan boshqa gap so'ramay etig'i minib yesiga qaytibdi. Yo'lda ketib yetib, men bu gap bermasning qo'rsqini bir amal qilib to'ydirib qo'ymasam, meni texmi rasvo qilgudek deb o'ylab, yo'lga yaqin bir og'inasining uyiga qaritib, otni yetilashga buyuribdi. Uzoq o'tmay, boy bu uyga yetib kelibdi. Og'inasi uni hurmatlab dasturxonga yog'liq to'qash bilan qaytib qo'yibdi. Boy qo'rsqining chala qilgan yerini to'ydirib bo'lib: "Silining uyda qaytiqni o'xshitib o'ydi ekan, ha? Bizning bolalar qaytiq o'yitishni va to'qash yoqishni bilmaydi. Qaytiqdan kunalgulik, to'qashdan ulgi ko'rsatishga ozroq bersanglar" debdi. "Voy, bo'ludi taqsir, bo'ludi" deb uy egasi va 7 chori qaytiq bilan 7 qatlama ustiga 7 to'qash qo'yib, uyga belib chiqibdi. Boy uni uy egasining qo'lidan rahmat tashqallar bilan elib, eshik tuviga elib chiqib, gap bermasga berib: "Buningda bir chori qaytiqni ish, bir to'qashni ye. Qolgan 6 chori qaytiq bilan qatlama to'qashlarni uyga elib borasan" deb chekilibdi. Gap bermas: "Bo'ludi, boy aka, bo'ludi" deb qo'lidan apdi va boy uydagilar bilan xo'shlashib chiqcha qo'rsq ashqanlikdan qaytiq bilan to'qash qatlimini pok so'qitib, quruq charlarni dasturxonga yo'gab qo'yibdi. Boy xelidan keyin og'inis bilan xo'shlashib chiqib, etig'i minib yo'lga tushibdi. Uyga yaqin qolganda qo'g'um tushibdi.
gap bermas putlashib yiqilgan bo'lib ig'inabdi. Boy Voy, qaytiq to'kilib ketmasin yana. debdi. Ha, to'kilgandi, topolmayapman. deb javob beribdi gap bermas. Boy Voy, non o'lib ketmasin ha. Ha, uvoqlarni izlayapman. deb javob beribdi gap bermas. Boy bu so'zdan qiytiq bilan to'qashning onli qachoncha muxturlib bo'lganligini, gap bermasning hozirgi qiliqi, so'zi uning hiylasi ekanligini sezib ochiq kapdi. Terikib gap qilolmabdi. Uyga borgandan keyin ochiqi bilan otni berib, Hozir otni yetilaysan, ondan qo'ntirasan, tongga yaqin o't qo'ysan ha. deb qattiq tapilab qo'yib mehmonxonasiga kirib ketibdi. Gap bermas, "Xap, seningdan o'chimni oladigan vaqt endi yetdi-ku" deb ko'ngliga bir narsani pukib, so'z qilmay otni opdi. Tongga yaqin ho'ylining udulga bekitilgan darga otni tengib, pahal dövlab uningga o't qo'yibdi. Tong etib boy chiqsa, eti cho'chila bo'lib ketgan ekan. Voy, bu nima qilganing? debdi boy chidayolmay. O't qo'yganim taqsir. deb javob beribdi gap bermas. Bu gap bilan boyning uni ichiga tushib ketibdi va malayni ko'zdan yo'qotmasa, o'zining yanimi ko'rdig'ini borligini tanlab qopdi-da, gap bermasni Ko'zimda yo'qol. deb uydan haydab etibdi. Shunday qilib, gap bermas, nap bermasning takkisini berib, kelishtirib, o'chini opdi. Kichik do'stlar, nap bermas, ichi tor, oshko'z boyni gap bermas malay ajab joylabdi, ha? U qallisini ishlatmagan bo'lsa, nap bermas boyga bo'zak bo'lib o'taveradi. Xo'p bo'ldi. Ichi tor, oshko'z odamni-chi, mushundaq poplash kerak. Shuning uchun biz oshko'z nap bermasdan ibrat elib, gap bermasdak aqlli, botir bo'laylikmi? Kech bo'lib ketibdi. Bugun baldir uxlanglar. Atimi shu vaqtda Dilola Undidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.